Dasturimiz avvalida so'nggi vaqtlarda juda ko'p ogohlantirishlar berilayotgan sohaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Kiberxavfsizlik. Kimdir istalgan raqamdan sizga qo'ng'iroq qilib, plastikingizdagi bor budingizni shilib olishi mumkin degan gaplarni aytishyapti. Undan tashqari, qing'ir yo'lni tanlayotganlar birovning do'sti profilini xuddi o'zinikiday yasab, uni nomidan pul so'rab, pul ishlash haqida bosh qotirmoqdalar. Kiberxavfsizlik, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish borasida Ichki ishlar vazirligi tizimidagi tashkilotlar qandaydir natijalarga erishyaptimi yoki yo'q? Navbatdagi lavha davomida tahlil qilamiz. Telegramda tarqalayotgan xabarlar orasida APK viruslar sim kartalarining muddati tugagani yoki ichki ishlardan qo'ng'iroqlar bo'layotgani bir tomoni, mana bunisi oshib tushadi. Endi kiberjinoyatchilar Markaziy bank raisi nomidan ham rasmiy xat tayyorlashgan va fuqarolar nomiga kredit olishga harakat qilmoqda. Hattoki soxta guvohnoma ham bor. Bundaylarning nayrangiga umuman aldanmang. Firibgarlar sizga bank nomidan qo'ng'iroq qilib, kartangizda qandaydir amaliyotlar bajarilayotgani haqida ma'lumot beradi. Ya'ni siz bundan bexabarsiz. Shu sabab ham ular so'ragan kodni tezda berasiz. Natijada esa kartangizdagi barcha pullar yechib olinadi. Eslatib o'tamiz, bank hech qachon sizdan qandaydir kod so'rab qo'ng'iroq qilmaydi. Ularning barcha faoliyati rasmiy hisoblanadi. Bu ishni esa asosan firibgarlar bajaradi. Firibgarlar sizga hech qachon ko'rinish bermaydi. Ular kuchli dasturchilar va insonlarning nozik nuqtasi yoki kimda qancha mablag' oqib turishini juda yaxshi bilishadi. Biri siz bilan bog'liq ma'lumotlarni yig'adi, biri sizga qo'ng'iroq qiladi, boshqasi esa kartadagi pulni yechib olishga tayyor turadi. Bunday firibgarlar bugun juda ham ko'p aslida. Ular hamma amaliyotni aql bilan bir maromda olib borishadi. Ochiq platforma, ya'ni Telegramdagi guruhlar, kanallar yoki mana bu har xil turli telefon raqamlar ochiq ko'rsatiladigan e'lonlar saytlari yoki tanishuv chatlaridagi ochiq ma'lumotlardan foydalangan holda birinchi ular shaxsiy ma'lumotlarni to'playdi. Ya'ni kimlarga kiber hujum deydigan bo'lsak, kimlarga hujum qilish bo'yicha obyektlarni to'playdi. Bu bir turdagi jinoyatlarni manbasi. Mutaxassisning fikricha, butun dunyoda kiberjinoyatlarni fosh qilish darajasi atigi 1,5%, ammo mamlakatimizda bu ko'rsatkich 2-3 baravar yuqori, 1,5% dan 4,5%gacha. O'zbekiston bilan butun jahonni taqqoslaydigan bo'lsak, butun jahondagi kiberjinoyatlarning jinoyati juda ham yuqori darajada. O'zbekiston hududida esa faqatgina shu oddiy turdagi jinoyatlar bilan bog'liqligini bir ko'rsak bo'ladi. Ya'ni ushbu plastik kartalardan pul o'g'irlanishi, bir qandaydir notanish shaxslardan kelgan ilovalarga kirganlik oqibatida o'zini shaxsiy ma'lumotlarini etib berganligi uchun o'sha yana ham shu plastik kartadan pullarni yechib olinish holatlari aniqlanmoqda. Bunga asosiy sabablardan biri soddalik, qiziquvchanlik yoki arzimagan pulni ko'paytirish istagi. Xavfsizlik haqida esa umuman o'ylashmaydi. Kiberjinoyatchilar esa bir kunda yuzlab insonlarning kartalaridan pullarni o'marishadi. Gap ularning juda ham aqlliligida emas, balki sizning soddaligingizda yoki qiziquvchanligingizda. Aholi orasida so'rovnoma o'tkazganimizda shunga amin bo'ldikki, firibgarlar pullarni olishning bir necha yo'llarini sinab ko'rishmoqda. Kimdir bunga laqqa tushayotgan bo'lsa, boshqalar ancha xushyor. Kiberjinoyatlarning qurboni bo'lganmiz, ya'ni sizga begona raqamlardan qo'ng'iroq bo'lib, qanaqadir kodlar so'rashgan yoki kartangizdan pul yechilib olingan holatlar bo'lganmi? Yo'q, bo'lmadi. Har zamonda bo'lib qoladi, lekin mana shunaqa Telegramdan kelib qoladi, sirazu o'chirib yuboraman. Juda ham qo'rqaman. Shuning uchun nomer olmayman, ko'tarmayman. Rovodadan telefon qilyapmiz. Sizni mana shunaqa pasportingiz, daningiz bo'yicha kredit olingan boshqa odam dedi. Provoda bo'lsa chaqirishadi. Bular esa telefon orqali, men aytdim, telefon orqali men gaplashmayman sen bilan deb o'chirib qo'ydim. Qozog'istondan telefon qilib bizga mana shu sim kartalarimizni, raqamlarini so'radi. Ayamda kartalar bloklanib, o'sha pullar yechib olindi. Qanaqa bo'lgan ekan? Lekin sababi noma'lum. Bundan tashqari 78 lik raqam orqali qo'ng'iroq bo'lganlarning hech biri Ichki ishlar vazirligiga umuman ariza qoldirmagan. Ya'ni bu harakatdan maqsad pul yechib olish emas, balki o'sha mobil kompaniyaga nisbatan ishonchsizlikni oshirish ham bo'lishi mumkin. Tarqalgan xabarlarda shu narsa ta'kidlanyaptiki, siz telefonni ko'tarishingiz bilan sizning hisobingizdan pul mablag'i yechib oladi. Hech qachon aloqa telefonni ko'targan vaqtingizda sizni pul mablag'ingizni yechib ololmaydi. Buni texnik tomondan imkoniyati yo'q. Bank va to'lov tizimlarida kiberxavfsizlik yetarlicha ta'minlangan. Bitta qo'ng'iroqqa javob berish orqali pul yechilmaydi. Bank kartasidan foydalangan bo'lsangiz bilasiz. Bank kartasini bankdan olgandan keyin unga SMS xabarnoma yoqtirasiz. Keyin mobil ilovada ro'yxatdan o'tasiz. Hozir mobil ilovada ro'yxatdan o'tishda ham sizdan biometrik identifikatsiyani o'tish talab etiladi. Shundan muvaffaqiyatli o'tsangiz, keyin bank kartasini qo'sha olasiz.
va bunda siz mobil ilovada foydalangan telefon raqami bilan bank kartasiga ulangan SMS xabarnomadagi telefon raqami bir xil bo'lsa ulanadi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, siz kartangizdagi puldan ayrilib qolganingizda hech kimdan yordam ola olmasangiz, bilingki pulingiz xorijga chiqib ketgan yoki karta egasini hech kim topa olmaydi. Bunga sabab ham bor. Odamlarda bank kartalari bor. Ma'lum bir moddiy manfaat evaziga odamlardan drop karta deymiz, foydalanilmaydigan kartasini boshqaruvini sotib oladi. Ularga fiziki karta kerak emas, balki o'zini mobil ilovasiga ulab olib, u kartadan sizdan boshqadan o'g'irlagan pullarni saqlab, aylantirib, keyinchalik O'zbekiston Respublikasidan chiqarib ketish uchun foydalanadi. Shu sababli odamlarga iltimos qilgan bo'lardik, o'zini bank kartasi, bank mobil ilovasidagi akkauntni boshqaruvini boshqalarga moddiy manfaat evaziga sotishmasin. Sizga ko'p bor Telegram Premiumning tekin versiyasi nomli SMS kelgan bo'lishi mumkin. Aynan mana shu tekin narsa sizning barcha ma'lumotlaringizni hakerlarga yetkazib beradi. Ya'ni siz bosqichma-bosqich Telegram aytgan buyruqlarni bajarasiz. Yana bir narsa borki, bu turdagi firibgarlar hatto Face ID'ingizni ham olishga harakat qilmoqda. Telefonda gaplashyapti-da, biza bank xodimimiz yoki boshqa bir tashkilotdanmiz. Telegram orqali sizni menejerimiz bilan bog'laymiz. Siz gaplashing, muloqotga o'ting deyapti-da. Siz Telegram orqali u bilan muloqot qilishingiz davomida sizga Telegramdan video zvonok qiladi. Video qo'ng'iroq qiladi. Siz video qo'ng'iroqni qabul qilib olganingizdan ularda birinchi identifikatsiya ma'lumotingizni berasiz, ya'ni sizni yuzingiz. Hozir bizada bank tizimlarida asosan Face ID qo'llanilgan, aynan firibgarlarga qarshi kurashish maqsadida. Endi bular shu bosqichni aylanib o'tish uchun sizni identifikatsiya qilib olish uchun sizni yuzingiz kerak bo'ladi. Yuzingizda foydalanish uchun ular shunaqa usullardan foydalanyapti. Bir so'z bilan aytganda, bugun raqamlashgan davlat borki, bunday muammolar shubhasiz ko'p bo'ladi. Kiber jinoyatlarga nisbatan insonlarda gigiyena shakllanmas ekan, hali ko'pchilik pulidan ayrilishi mumkin. Shu sabab ham o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni sir tuting. Agarda kiber jinoyat qurboni bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.